Yunusobod tumani 15-kvartaldan to'rxonali uyimiz chiqyapti. To'rxona 4-etaj, 5 etajli domimiz bo'ladi. Orientirimiz 91 kanechkani oxirida joylashgan domimiz bo'lyapti. Remonti toza kirib yashaydigan. Hop, obzorimizdan boshlaymiz. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. Kirganimizda katta hol qilib qo'yishgan ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda katta to'rxonali uyimiz 83 kvadrat. Bu yog'imizda birinchi xonamiz bo'lyapti. Spalni xonamiz. Mana spalnisi ham katta keng. O'zining oynasi bor. Hamma oynasi akfaga alishgan, reshotkalar ham qo'ydirilgan. Bu yog'imizda bitta deski xonamiz bo'lyapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Hop, o'ng qo'limizda yana bitta spalni xonamiz bo'lyapti. Bu yog'imizda ham xuddi zal qilib qo'yishgan, faqat narsa turganiga ko'rsata olmaymiz, kesaklar ko'rsatamiz. Tualet vannasi совмещенный qilib bitta qilib qo'yishibdi. Mana tualet vannasini yangi remont qilib qo'yishibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Va oshxonamizda mana bu yoqda mebellari, balkon 2 ga 6 lik, oynalar akfaga alishgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop, uyimizdan narxi kelamiz. Narxini 95 mingdan so'rashyapti. Sunnat degan ozgina kimniga yoqsa, ya'ni ozgina o't beramiz ham deyishdi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.